Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men Amerikadagi Los Angeles shahrida turgan Erkin Sidiq. Bugun 2024-yili 8-oyning 23-kuni juma. 2 haftada bir qatim qildigan naq maydonga chiqishim. Yaqin men shanba kuni chiqayotgan. Bugun hozir bizim yerda juma kuni kashf bo'ldi. Kashf ishdan tushadigan vaqt bo'ldi. Ata ishim chiqib qoldi, at qilmaydigan bo'lib qolib, shunga bugun odatdagidan bir kun baldur qildigan bo'ldim. Bugun so'zlaydigan 4 mazmun bor. Uniki birinchisi Xitoyniki boshlig'i Jallat Xi Jinping haqida. Xabarlarda bor 7-oyniki 15-kundan boshlab Xitoy Kompartiya Markaziy komitetining 20-qurultayning 3-umumyig'ini ochilgan. Yig'in açılıp 2 kundak bo'lgan vaqtida Xi Jinping degan jallat yo'qolib ketdi. Yig'inni yo'qolib ketdi. Keyin yig'inniki yepilish marosimida bu yo'q. Shunga yepilish marosimini xabar qilganda Xitoydagi televizorlar ochilish marosiminiga ko'rinishlarini berdi. Xi Jinping degan jallat yo'q. Bu shu yo'qolgancha yo'qolib ketgan. Toki yaqin qadar. U to'g'riliq har xil gaplar chiqdi. Mesela şu yığın jarayonida uniki meni qon tomiri yerilish kesilib qo'zg'alib yiqilib tushibdi yig'inda, shu yig'in maydonidan chiqibdi degan gaplar bo'lindi. Keyin Xitoyda siyosiy o'zgarish bo'lgan bo'lishi mumkin degan gaplar bo'lindi. Odatda Xitoyniki gazetlarda birinchi betni ama asosan shu Xi Jinping degan jallat haqidagi xabarlar oldi. Lekin ashib bo'lgandan keyin Xi Jinping gazetlardan yo'qolib ketdi. Televizorlardan bu ancha chiqmaydigan bo'lib ketdi, chiqmaydi asosan. Ondan keyin shundan keyin chiqqan maqolalarda Xitoydagi boshqa rahbarlar Xi Jinpingni ancha tilga olmas bo'lib qoldi. Ashta bo'lib qolgandan keyin umumyuzlik Xitoy dunyosida Xi Jinping haqida bir ish yuz berdi degan farazlar o'tirib qo'yilgan. Yaqinda 8-18-kuni shu oldingi yashamu kuni Vietnamdaki yenidən taxtga chiqqan partiya sekretari, onun ismi To Lam degan kishi Xitoyga ziyoratga kelgan. Shuning bilan shu necha kunniki oldida, 2 kunning oldida Xi Jinping bu To Lam bilan ko'rishdi Beijingda. Ko'rishgandan keyin bir ajoyib ishlar yuz berdi. U nima desanglar, Xitoy şu Xi Jinping bilan to'lamniki kurashish haqidagi xabarlarni berganda hech qanday yaqindan tortilgan ko'rinish yo'q. Xi Jinpingniki butunlay jiroqdan tortilgan ko'rinish bu Xi Jinpingniki to'lamni Tiananmen maydonida prezidentlik murosimi o'tkazib kutib olish ko'rinishini bergan chog'dimi hech qanday yaqindan tortilgan rasm yo'q. Keyin bu ikki davlat rahbarlari söhbət ötkəzgən vaxtıdımı hech qanday yaqindan tortilgan rasm yo'q, butunlay jiroqdan tortilgan rasm. Mushun qarab turib kishilar yeni faraz qilishga boshlagan. Uniki bir ehtimolligi Xi Jinpingniki yuzida ehtimol boshqa ko'rsa bo'lmaydigan bir narsa bor. Bir kasal sababidan paydo bo'lgan narsa bor degan farazmi chiqdi. Undan keyin mushu faoliyatlar jarayonida Xi Jinpingniki yana kesilib tutib, yiqilib tushadigan ish bo'lib qolsa satib qolmasin deb shunga yaqinqi ko'rinishni bermay jiroqdan elib shularni birib ashta qildi degan. Yarim kundak vaqt Xitoyniki matbuotlarda, televizorlarda Xi Jinpingniki qat'iy yaqinqi ko'rinishi chiqmagan. Lekin Vietnam Vietnamdagi medialari bu ikkisiniki ko'rishish ishlarini xabar qilishga boshlab, uniki yaqinda tushgan, yaqin yerdan tortilgan rasmlarni Xi Jinpingnikini chiqadi. Chiqqandan keyin Xitoy kashlar bo'lgan chog'da andan keyin bu ishlarni qamlashmani qarab turib yoki Xi Jinpingniki rasmlarini boshqadan yasab degandek ashta qilib Xi Jinpingniki yaqindan tortilgan rasmlarni berdi. Lekin bergan taqdirdami faqat uniki so'l tarafini berib va qulog'i so'l tarafini, o'ng tarafini qat'iy ko'rsatmadi. Lekin Vietnamda bergan rasmda buniki o'ng tarafini Vietnamliklar beribdi, o'ng tarafini bergandiki shuni qarab turib kishilar bu rasmda bir narsani sezdi. Xi Jinpingniki ma qulog'ining orqasidagi chechak qarasanglar bir tik bulunluq elib o'tilgan yer bor.
bu rusumga yine yıkındın karsa aşağıda operatsiya qilgan tatxun bor. Aşını qarab turib, bu Vietnamdaki bergan xabari. Vietnamdaki xabarda Xi Jinpingniki o'ng tarafini bergan, lekin Xitoy qat'iy o'ng tarafini bermagan, sol tarafini bergan. Ayta olgandan keyin buni qarab turib, demak Xi Jinpingga bir ish yuz beribdi. U bo'lsa-mu 5 yilni operatsiya qilibdi degan gap chiqdi. Shu alomatlarga qarab turib, endi ba'zilar deydi, ehtimol kallasida o'sma go'sht bir narsa chiqqan bo'lishi mumkin deydi. Shu operatsiya qilib, biroz saqaytib, andan keyin buni ko'chiribdi. Mana bir ish bo'ldi. Shuning bilan ichkamdagi parazniki biroz natija chiqdi endi. Xi Jinping degan jallod bir operatsiyaga kiribdi, 5 tarafini. O'ng qo'lining oq tarafini operatsiya qilibdi. Hozir endi mush gaplar kam tarqilyotdi. Endi Xi Jinping chiqqandan keyin bir kun gazetniki bosh betini egalladi. Asta qilib biroz o'zgarish bo'ldi, lekin burunqidek emas hozir. Xi Jinpingniki matbuotlarga chiqishi burunqidek emas. Bu yerda bir cho'ng o'zgarish bo'ldi Xitoyda. Hozir huquq kirishi keskin. Shunga kishilar kimning utib chiqadiganligini hozir bilolmay, hozir asla Xi Jinpingniki taxtdan tushishiga tayyorlanayotgandek alomatlarmi bor. Andaki yaqinda shu nutqlarda, hatto Xi Jinpingniki o'zining nutqidimi Deng Xiaopingni tilga oladigan bo'lib qoldi. Deng Xiaopingniki isloh qilish, ishni ichib etish siyosatini tilga oladigan bo'lib qoldi. Faqat o'xshamaydigan bir yeri burun Deng Xiaoping davrida bu narsa tilga olinsa, isloh qilish, ishni ichib etishlam deydi. Hozir buning oldiga bir gapni qo'shib, yuqori sifatlik isloh qilish, ishni ichib etish degan gap bu atuda hozir. Yuqori sifatlik degan gapni qo'shib oldi. Bu yuqori sifatlik degan gap yaqinda boshqa Xitoyniki boshqa siyosatlardan o'tirib chiqdi. Asosan masalan yuqori sifatlik ishlab chiqarish degandek. Bu yoki yuqori sifatlik ishlab chiqarish deganni nima desanglar, asosan Xitoyniki batareyalari, elektronik mashina ishlatadigan batareyalari, ondan keyin kun nuridan to'sh chiqargan taqtay va mushu sohadagi texnologiyalar. Mushunga bundan keyin biz Xitoyni mushundaq yuqori sifatlik ishlab chiqarish buyumlar bilan taraqqiy qildiramiz degandek narsalarni so'zlagan bo'lib qolgan. Shuningga qarata Amerika Xitoyni jazolash siyosatlarini o'tirib qo'yib, Xitoyniki bu elektronik mashinalar ishlatadigan batareya va kun nuridan to'sh chiqaradigan taqtay, bularniki eksport ishlarini yuqori darajada cheklayapti Amerika. Yevropami shu jihatda bir qism tadbirlarni qo'llandi endi. Shunga bu qandaqdir hozir bu Xi Jinping degan jallod yuqori sifatli degan bir gapni qo'shib olgan bo'ldi. Endi Deng Xiaopingniki shu yaqinqi mezgillarda Xi Jinpingniki 3-chi qatim o'qigandan keyin bo'libmi, Deng Xiaopingni qat'iy tilga olmaydigan bo'lib ketgan. Uning butun to'pisini yo'q chiqarib, hozir endi qaytadan tilga oltiribdi. Deng Xiaopingning isloh qilish, ishni ichib etish siyosatini texnik bir palla yuqori ko'taramiz degandek. Mushta bir yangilik bo'lyotdi. Ondan keyin Xitoy bilan munosabatlik ikkinchi cho'ng xabar 8-21 kuni bir kun Xitoyniki zungnisi boshbaqoni Li Chang Moskvani ziyorat qilgani borgan. Shuningdan necha soat bo'ldir 8-20 kuni oqshimi Ukraina Moskvaga yaqin joylarga qattiq hujum qildi. Uçqusuz aeroplan bilan, kichik tipdagi uçqusuz aeroplan bilan qattiq hujum qildi. U ya'niki u Kremlinniki janubiy tarafga to'g'ri kelgan bir shahar ekan, Moskva bilan bo'lgan oralig'i 38 kilometr. Moskvaga 38 kilometr qolgan yergacha berib, uçqusuz aeroplan bilan bombardimon qildi u yani. Shunga Li Chang Moskvaga qo'ngan vaqtida Ukrainaniki uçqusuz aeroplanlari yine Moskvaning atrofini bombardimon qilayotgan vaqt to'g'ri keldi. Amaliyotda u chaqda bu bombardimon qilishni kuchaytirdi bo'la. Ashta qilib Ukraina Xitoy bilan Rossiyaniki cheki yo'q do'stlik, hamkorlik munosabatlarini obdan tabriklab qo'ydi. Ashta bir ish bo'ldi. Ondan keyin shuning bilan birga tunugilardan Moskvaniki elektronik tok yo'llarida chataq chiqib, Moskvani biroz isqoplab ketibdi. Tok yo'llarida kuyib ketish ahvollari yuz berdimi, isqoplab ketibdi. U Ukrainaniki hujumidan emas, ammo boshqa voqealarni chiqibdi u yerda. Hozir endi xabar deydi,
Rossiyani yolg'iz qoldirg'ili qarab Amerika uzun bo'ldi. Ularniki uskuni yenglash ishlari butunlay to'xtab qolgani uchun tok chiqiradigan, tokni yo'llaydigan uskunlarida chatoq chiqyotdi degan gaplar o'tirib chiqdi. Hozir Ukrainaniki Rossiyaga hujum qilayotganda hujum qilishda ishlatayotgan uçquchsiz aeroplanlari drone deydi inglizcha. Buniki ko'pincha qismini Xitoylar chiqargan ekan. Xitoylar bir tarafdan Rossiyaga biz sizlar bilan shartsiz do'st, mangu hamkorlashimiz deb turib, yana bir tarafdan Ukrainaga intayin ko'p uçquchsiz aeroplanlarni chiqaribdi. Şuna Ukrayna şu aeroplanlarni ishlatib, hozir Rossiyaga hujum qilib turibdi. Ashta bo'g'ashqa yaqinda Rossiyaniki bir chet elda turadigan muxbiri debdi. Rossiyaniki birinchi dushmani Ukraina emas, Amerika emas, Xitoy deb. Amaliyotda bular bizga yuzda yeyib do'st degan bilan oqimizni pichoq sevatdi degan gaplarni qilibdi. Ondan keyin Ukrainaning ishlatayotgan ikkinchi drone uçquchsiz aeroplanlarniki yana bir qismi Turkiyadan kelibdi hozir. Bu Xitoy bilan Turkiya har ikkisi aslida Rossiyaniki yaqin do'stlari, eng yaqin do'sti. Aşağı turib hozir bir tarafdan 100 tane do'stlab turib, oqisidan pichoq sevatgan ishlar yuz berib turibdi. Bu bir xalqaro siyosiy sahnadagi bir cho'ng o'zgarish deb qaralyapti hozir. Endi ehtimol bir qism qarindoshlar biroz hayron qilayotgan bo'lishi mumkin. Ukraina nima uchun Rossiyaniki ichiga hujum qilib kirdi deb. Hozir qilcha yana evaldi bular. Rossiyaniki bir o'lkasini ep bo'ldi bular. 1000 kilometr keladigan uzunlikdagi joylarni. Bu nimadan bo'lyapti desanglar, necha oyning oldida Trumpniki degan bir gapi bor. U deydi, agar men prezident bo'lsam, Ukraina Rossiya urushini bir kundan oxirlashtiritaman deb. Bir yerdasha deganda muxbirlar so'radi, sen uni qanday qilsan desa, men Ukrainaga deyman, yeringdagi Rossiyada besib olgan bir qismidan voz kechib urushni to'xtat. Unda qilmasang, sana beradigan yordamni butunlay to'xtataman deyman. Anadan Rossiyaga berib, Putinga sen urushni darhol to'xtat. Agar to'xtatmasang, men Ukrainaga Amerikaniki eng isil, eng zamonaviy harbiy qurollarni beraman. Seni birdamda urushtirib o'tadi deb başa deyman. Shuning har ikkisi nimaga suylik qilish ustiga kelib urushni to'xtatadi deb shuni degan. Endi bu bakaliqi g'oyiblashtirigan bir xil faraz endi. Uni rost qilamamdi u aniq emas. Lekin hozir analizchilarniki qarashicha Ukrainaniki Rossiyaga hujum qilib kirishining sababi Trumpningki shu gapi deb qaralyapti. Nimishqa desanglar, hozir Ukraina Rossiyaniki bir qism yerini egallab olsa, keyin Trump prezident bo'lib qolib, yana obatin degandek ashtaq bir siyosatni qo'llamayman deb qolsa, Ukraina Rossiya hozir egallab olgan yerini bermay, Rossiyaniki Ukraina egallab olgan yerini qaytarib berib iziga. Shu orqali urushni to'xtatadiganga ashtaq bir ko'zir tayyorlayapti degan farazlar bor. Shunga bu qatim Ukrainaniki Rossiyaga hujum qilib kirishga asos sababi shu deb qaralyapti. Analizlar shu deb qarayapti. Endi mush ishlar bilan munosabatlik, Xitoy bilan munosabatlik yana bir cho'ng xabar 2 kun bo'ldi buning chiqqili. Xitoyniki shu Amerikada, Nyu-Yorkda turishliq bir demokratchi faoliyatchisi, donliq faoliyatchisi Tang Yuanjun degan bir odam qo'lga olindi FBI tarafidan. Qo'lga olindi. Bu odam shu Xitoy demokratik faoliyatchilari ichida o'rni intayin muhim 3 cho'ng tashkilotda muavin raislikdek vazifa o'tayotgan bir kishi ekan. Bu kishi ayni vaqtda 89-yildagi Tiananmen harakatida shu harakatlarga riyosatchilik qilgan, rahbarlik qilgan kishilarning birisi. Masalan, Wang Juntao, O'rkash degan kishilar bilan birga riyosatchilik qilgan kishi keyin Xitoylar buni tutib olibdi ekan. Boshqalar bilan qo'shib tutib olib, bu Tang Yuanjunni 20 yillik kesib etibdi turmaga. 20 yillik kesib etib, keyin 20 turmada 8 yil yotgandan keyin shu chog'dagi Amerikaning besim ishiltishi bu ishlar sababidan uni qo'yib turmadan. Qo'yib bergandan keyin
qo'yib bergandan keyin bu shu 8 yil turmay etib qochib chiqqandan keyin Xitoyniki Fujian o'lkasi dengiz bo'yiga berib, ashada suv uzib, Tayvanga tava bir kichik orol bor. Jinmin deb ataydi, Jinmin Chao deb o'sha deb ataydi, Jinmin deb. Bu orol Xitoyniki Fujian o'lkasiniki dengiz qirg'iga 10 kilometrda keldi ekan, lekin Tayvanga 110 kilometrda keldi ekan. Xitoyga bak yaqin bu ya. Shu bu Fujiandan suv uzib, Jinmin Chao degan shu Jinmin oroliga suv uzib olgandan keyin Tayvanliklar qutuldirib olib buni. Ondan keyin bu yerda tekshirib narsa qilib bo'lgandan keyin bu yanchiqqa Xitoyniki buni 20 yil kesgan xetini bir so'l plastik xaltaga silib, uni yugab suv o'tmaydigan qilib, yanchiqqa sevilib uzib beribdi ekan. Ashlarni isbot qilib ko'rsatish orqali bu keyin Tayvanliklar uni qutuldirib, undan keyin u Amerikaga kelgan. Mana Xitoy shu. Amerikaga kelgan, ashta qilib Amerikada faoliyat qilayotgani xil uzun bo'lgan ekan. Bu 57-yil tug'ilgan, bu yil 67 yosh. Ashta ekan, yaqinda FBI buni uzun muddat tekshirish orqali buni Xitoy soqchisi ishlaydiganligini isbotlab, buni qo'lga olibdi. Yendan 5 telefon chiqibdi. 5 telefonning ichida bir telefon bor ekan. Menga diqqat qilinglar. Hozir nurg'un Uyg'urlar u bu yerlardagi yig'ilishlarga borsa, shu yig'ilishlar tushgan rasmlari Xitoyning qo'liga tushib qolgan vatandagi. Shuninglar xalq o'yatibdi deb har xil gumon bu narsalar paydo bo'lgan ahvollar xili ko'p. Hozir Xitoyniki bu ishbilik jihatdagi texnikasi pek o'sib ketdi. Ma Xitoyning qo'lidagi bir telefon, 5 telefon chiqibdi buni yendan. Yanfondan. Uning ichidagi bir telefon agar sizdan paran chiqqan parangni olsa yoki videoga olsa yoki rasmga tassa, bu o'zim mangdomisimi shu vaqtda uzidilarmikin bu narsalar Xitoyga ketadi ekan, Xitoy soqchisiga ketadi ekan. Bu telefonning ichidagi birisi ashta ekan. Demak, hozir chet elda yashayotgan kishilarniki ba'zilarining qo'lida mushtaq telefon bor degan gap. Uni o'zi bilamdi bilmamdi, ba'zilari Xitoyga ishlaydiganlari bilishi mumkin, Xitoyga ishlamaydigan, lekin Xitoyga berib kelish jarayonida Xitoylar qashlab qo'ygan yumshoq detal tufaylidan olgan ovoz, tatgan rasm, tatgan videolar Xitoyga o'tirilib ketayotgan ahvollar bor degan gap. Buni bir deb qo'ydim. Shunda qilib buni qo'lga olibdi. Hozir endi Xitoy demokratlarining ichida shu eng yuqori o'rinda turadigan 10 odamdan ichidagi qo'lga ilingan ikkinchi odam bo'pti bu Tang Yanjun degan Xitoy. Undan burun 2022 yili 5-oyda Wang Shujun degan bir Xitoyman qo'lga ilinib ekan Amerikada. U Xitoy soqchiligi ishlagan ekan. Bu Tang Yanjun degan Xitoy 2018 yili tuqqa yo'qlab Xitoyga beribdi ekan. Opsi kasal bo'lib qolib, shu biroz xatar ostida qolgan vaqtlar ekan. Shu chog'da 2018 yili Xitoyga borgan vaqtida Xitoy soqchilari buni bilan ko'rishib, buni avash keltirib olgan ekan. Shundan boshlab bu Xitoy chet eldagi 3 cho'ng Xitoy demokratlari tashkilotlarida yuqori darajadagi vazifa turib, yana bir tarafdan Xitoyga josuslik qilgan bu ishlar yaqinda fosh bo'lib qo'lga olindi. Endi bugunda yig'an ikkinchi mazmun Amerikaning xabari nima o'sha ayniki 19-kundan tunugungachilik 22-yilgachilik Amerika Demokratik Partiyaniki mamlakatlik qurultoyi ochildi. Qurultoy ochilib Kamala Harris rasmiy Demokratchi partiyaniki prezidentlik kandidatiga tanlandi. Bu rasmiy endi official deymiz, rasmiylashdi. O'tganda xil aniq bo'lib qolgan, bu qatim rasmiylashdi. Endi necha hafta oldida Cumhuriyetçilarniki qurultoyi bo'lgan, bu chog'da sizlarga so'zlab berdim. Endi analizlar bu qatimki demokratlarniki qurultoyini Cumhuriyetçilarniki bilan biroz solishtirib, demokratlarniki biroz tashkillash jihatda masala ig'roq ko'rildi deydi. Tashkillanish yaxshi emas. Ondan keyin shu qurultoy ichilagan zaldan chiqsalar bir duva axlat deydi. Axlatni yig'adigan odamlar yo'q. Shuncha ko'sa bir xil vayronchilikdek ko'ringan ahvollar bo'ldi deydi. Ondan keyin umumimizdagi yig'inniki qurultoyniki sifati jihatdan
agar nomer qo'yish to'g'ri kelib qolsa, men 40 nomer qo'yman, imtihondan o'tmaydi deb boshqa deganlarmi bor analizlarning ichida. Chiqib mana bir qurultay ochildi. Men bugun bu to'g'riliq ko'p to'xtalmayman. Bu qurultayda Kamala Harrismi o'zi prezident bo'lsa, Amerika xalqiga nima ishlarni qilib beradiganligi to'g'riliq o'zining planlarini o'tirib qo'ydi. Men bugun uniki planlari to'liq yaqinmay, Donald Trumpning plani to'g'riliq sizlarga deb bermoqchi. Donald Trump yaqinda bu Tesla shirkatiniki, SpaceX shirkatiniki quruvchisi Elon Musk bilan bir suhbat o'tkazgan Twitterda. O'tkazgan bu suhbatning o'zimi intayin cho'ng bir voqea bo'lib ketdi dunyodagi. Nimishqa degancha buni ko'ramiz deganlarning soni bakchiq. Ondan keyin xalqlar buni hujum qilib shu naq maydondagi faoliyatga u faoliyatni xalq eshittiryapti. Ashta o'simi bu suhbatni video qilib keyin chiqarib Twitterlarga ashta qildi. Uni bakchiq odam ko'rdi, 200 milliondan jiq odam ko'ribdi ekan men bir qatam qarsam. Bu qatimqi uchoqdagi kurashdagi bir yangilik Donald Trump ehtimol agar saylanib qolsa bu qatim qayta Elon Musk'ni o'ziga bir maslahat chiqib ishlatish asharaq o'yi bog'lig'i deyilyapti hozir. Undan boshqa shu qatimqi kurashdan keyin Donald Trump agar prezident bo'lib qolsa qildigan 20 ishni o'tirib qo'ydi, e'lon qildi. Bunda qilishida bir sabab bor. Buni deb qo'yayin, uni desanglar, bu yerda hozir ikki odam prezidentlikqa raqobatlashyapti. Kamala Harris bilan Donald Trump. Shu Donald Trump sal o'zining planini baldiroq davoldi. Davomisa keyin Kamala Harris'nin küçegендek bo'lib qoldi. Mana bir uyum bor bu yerda. Boshqa qilib oldi. Haqiqatan bu Kamala Harris'ninki o'tirib qo'ygan ba'zi planlari Donald Trump'ga o'xshaydi. Ondan keyin Kamala Harris'ninki burunqi yurgizib kelgan va tashabbus qilgan siyosatlarga qarama-qarshi. Boshqa hozir Kamala Harris'ni jumloq tavuz deb qarayotganlarmi bor. Donald Trump'ni ko'chiryapti deganlarmi bu gaplar chiqyapti. Qanday bo'lishini qat'iy nazar men bugun sizlarga Donald Trump'niki o'tirib qo'ygan 20 planini deb beray qisqachalam. Kelar qatim xudoyim bo'lsa kelar qatim Kamala Harris'niki deyman. Donald Trump'niki 20 plani mundaq. Birinchisi chegarani kontrol qilishni kuchaytirish. Xabarlar bor. Amerikaniki janubiy tarafdagi chegarasi echitildi hozir. Nayt ko'p qanunsuz kişiler kirvatı o yerden. Müşni kontrol kılman deydi. İkincisi kanunsuz Amerika'ga kanunsuz kebağalarını qo'llab chiqarish işini yaparman deydi. Nayt keng ko'lamlik. Neçe milyon adamni chiqaritaman deydi. Üçüncüsü hozir Amerika'da yüz berayotgan bergan pul pahallig'ini o'ngshayman deydi. Bu gaplarni sizlardan tushunishlarni tafsirlashning hojati yo'q. Dördüncüsü dünyanınki enerji işlep çıkarış işide Amerika'nınki başlangıç rolünü esirge keltirmen deydi. Amerika'da tabii nefit, tabii gaz intayin köp. Ameliyatda Amerika'daki saklanatkan, yaratsız saklanatkan bayılık dünya boyunca birinci orunda durdu. Benim bilişimce. Bunu Trump çıkandan keyin bularni kızışlıkka başlagan. Başka bu energiya Amerika'nın üzügü yetip chet elga eksport qiladigan bo'lib ketgan. Shuningda mayning bahosi intayin tushib, mayning bahosi tushganligi uchun mol bahosi tushib, kishilarniki mol bahosi tuvan, qarz olgan pullarniki o'simi intayin tuvan ashaq bo'lib ketgan. Lekin keyin Biden chiqqandan keyin Amerikaniki may energiya ishlab chiqarish ishlarini butunlay to'xtatdi. To'xtatib, shuni mayni sirtine kirib, o'zinikini chiqarmay ashaq qolgandan keyin mayning bahosi o'sib ketib, shuning bilan birsi mayning bahosi o'sib ketishiga sabab, ikkinchisi Amerika hukumati intayin ko'p pul taqib kishilarga. Mushuk sabab bilan pul pahalligiga kelib chiqdi. Buning dardini hozirmi tortyapmiz. Endi mana bu Trumpning deyotgan 4-chi narsasi Amerikaniki dunyodagi energiya ishlab chiqarishga boshlamchi o'rnini asliga keltirman deydi. 5-si Amerikaniki ishlab chiqarish zavodlarini asliga keltirman deydi. Xabarlarda bor, hozir Xitoy dunyoniki zavodi nurg'un narsalar Xitoyda ishlab chiqaradi. Trumpningki plani Amerikaga lozimatli narsalarni ishlab chiqarishni Amerikaning o'zida qilish, Xitoydagi shirkatlarni yondirib kelish. Anikin 6-si ishchilarniki
ishlarniki kirim bejini azaytish. Bu tushunish gap, uni ko'p demayman. Yettinchisi Amerikaniki asosiy qonun bo'yicha ish qilishni asliga keltirish. Buning ichida so'z erkinligi, diniy erkinlik, andikin qurol saqlash erkinligi, mushu jihatdagi erkinliklarni asliga keltirish. Bu gaplarning o'tirib chiqishi yaqinqi yillarda Amerikada so'z erkinligi biroz bo'g'ildi. Masalan, shu YouTube chiqaradiganlarniki bir qism gaplarni chiqarsalarkan, ularniki programmalarini cheklab qo'ydi masalanga. Ondan Amerikadagi qurolni cheklaymiz degan gaplarni qilib chiqirliq demokratchilar bu gaplarni o'tirib chiqaryapti. Donald Trumpning deyotgan gapi shuni qarta deyilgan gap. 8-si dunyoviy muqimlikni kuchaytirish, ilgari surish. Buni dedi. Bu abstrakt gap, ko'p to'xtalmayman. Ondan 9-si hukumatning huquqni dafsanda qilish ishlarini to'xtatish. Bu yaqinqi vaqtlarda Amerikada hukumatni fuqarolarga qarta ishlatadigan bir qurol qilib olgan ahvollar bor. Mushni to'xtaman deydi. Buniki bir misoli Trump o'zi endi. Trumpniki ustidan qilinib ketgan azlar nurg'un ahvollar yuz berdi. Ondan 10-si jinoiy ishlar va zaharlik chekimlik to'shish ishlarini to'saman deb tushunadi. Bu tushunishlik. Buningdagi zaharlik chekimlik deganda zaharlik dorilar bor, masalan Xitoydan kelgan fentanyl degan dori. Buni Amerika zot to'samadi. Hozir yaqinqi ba'zi mo'ljallarda Amerikada yiliga 100 mingdak yosh bola o'lib ketib bordi shu fentanyl degan Xitoydan kirgan dorining tufaylidan. O'ylab qo'yinglar, yiliga 100 ming odam o'ldi degan gap 18 yoshdan yuqori yoshlar. Yiliga 100 mingdak askar o'ldi degan bilan o'xshash. Garchi Xitoy qurolli urush qilmasimi, mush dori bilan Amerikaniki o'smirlarni intayin ko'p sonda o'ldirib bordi hajlarsa. Ondan shaharlarni qaytadan yangilash, bo'libmi Washington DC qatorliq shaharlarniki bexatarligini va go'zalligini asliga keltirish. Hozir Amerikaning cho'ng shaharlarida intayin og'ir masala bexatarlik jihatda. Shuni asliga keltirish. 12-si Amerika armiyasini kuchaytirish, davlat mudofaasini kuchaytirish. 13-si Amerika dollariniki salohiyatini saqlash. Bu tushunishlik hozir dollarga xiris qilayotganlar bor. Masalan, Rossiyami xiris qilib baqdi, Xitoymi xiris qilib baqdi. Dollar orqali emas, Xitoyniki yuan, Rossiyaniki rubli, ashtax narsalardan savdo qilamiz deb o'zaro ashtax savdo qilayotgan ahvollarni jiq. Bu Rossiya va Xitoyning o'tirsida. Bu ikkisining o'tirsida mana shu pul savdo siyosatimi cho'ng majra bor. Men bu bu to'xtalmayman, lekin bu ikkisi o'zim pul bilan savdo qilishib yurib, hozir bir qism og'ir masalalarga duch keldi. 14-si Amerikaniki ijtimoiy bexatarlik va davolash ishlarini qo'g'dash. Bu Amerikaga raq tava narsa, bu to'liq ko'p to'xtalmayman. Ondan 15-si mashina haqida chiqarilgan belgilanmalarni qaytadan ratlab chiqish. Bu nima desanglar, hozir demokratchilar keyingi 10 yilmi boshtaroq vaqtdan keyin shu neft, gaz bilan, benzin bilan mangadigan mashinalarni butunlay amaldan qoldiramiz degan bir nishoni bor. Donald Trump bunga qarshi mujtahidlik siyosatlarni qaytadan o'zgartiraman deydi. Elektronlik mashina yaxshi, agar amadan elektronlik mashina desa, lekin bu hamma boshliqni to'ldira olmaydi ekan. Hozir nurg'un masalalar kelib chiqyapti bu jihatda. Masalanga shu mashinalarga to'qashlaydigan nimalar station deydi, punktlarni birisini yasash $1 milliard dollarmi ashta bak qimmat to'xtaydi ekan. Mashinaning o'zimi qimmat ish qilib, bu ishlar oson emas ekan o'ylagandek. Mashinadan chuqur hozirgi demokrat partiyalarniki plandek bu ishni qilaman desa, Amerikaniki davlat beshi, davlat qarzi shiddat bilan eshib ketadi ekan. Hozir bak eshib ketdi. Hozir Amerikaniki davlat qarzi
32 trilyon dollardan aşıdı. Amerika hükümetindeki şu üzünün üstündeki qarzga to'laydigan yillik o'simining o'zilam 1 trilyon dollardan aşıdı. Hazır acayip bir holatda yashayotdi Amerika. Şuna maaşlar Amerika'nın qarzini texnik ko'paytirdi ekan. Andikin 16-ncisi Amerika'nınki hükümetinden bo'layotgan bir qism yordam pullarni cheklash. Masalan, bir qism maktablar kichik bolalarga boshlang'ich hatto boshlang'ich ish to'shmagan bolalar agar o'g'il bola men qiz bo'laman deb operatsiya qilsa, ota-onasidan ruxsat olmaylam operatsiyani haqsiz qilib qo'yish. Mushuning pulini hukumatdan chiqarib berish degandek narsalar bor. Andan keyin hozir boshlang'ichdan tortiblam mushtaqiligi o'g'il qizga o'zgaradigan, qiz o'g'ilga o'zgaradigan, shu qiz o'g'illarniki farqi, mushalki ishlarda intayin qalaymiqan narsalar kirib ketdi maktabga. Mushlarni rad qilsaman deydi. 17-si sport musobaqalarida adil bo'lish. Bo'libmi erlar ayollarning musobaqaga qatnashib olgan ishlarni cheklash. Mushal kishilar. Andan 18-si Amerika'ningki oliy maktablarida o'tirib chiqqan radikal ideya tashviqotlarni cheklash. Bu to'g'riliq ekan. 19-si Amerikadagi saylamlarniki adil to'g'ri bo'lishiga kafolatlik qilish. Mushal kishilar. 20-si bu abstrakt bütün Amerika'nı birlikte keltirib ittifoqlashtirib bir yeni seviyedeki muvaffaqiyat ve ilgirlashni qo'lga keltirish bu 20-si. Shu çamni o'tirib qolgan 20 siyosatimiz shu. Xudoyim ursa men kelar qatim Kamala Harrisniki deganlarini qisqacha tunishtirib qo'yaman. Trump to'liq deydiganlarimiz shu. Endi bugun so'raydigan 3-mazmun Uyg'urlar xabari. Hazır bek çoğun özgürlük ketdi vatanda. Ürümçi'de bu bek çoğun özgürlük bo'lib ketibdi. Men yaqin kelgan ahvol nima desanglar, hazır Uyg'urlar boshqa yurtdagi Uyg'urlar Ürümçi'den uy olsa, ularga Ürümçi'de turish ruxsati berildi ekan ularga. Ashnamolar Ürümçi'niki Yanlu atrofidagi rayonda Uyg'urlarning nüfusi intayin ko'payibdi yaqin. Köpüyüp Yanlu'nunki Şinhua kitapxonasining atrofi. Aşağı xuddi shu irqiy qirg'inchilikdan burunqidek Uyg'urlarning naiti qisqiston yashaydigan ashta bo'lib ketdi ya. Lekin bu yerniki ko'lami intayin kichik deydi. Shu bir kichkina rayonni ashta qilib ketibdi bular. Qolgan yerlarda Uyg'ur yo'q. Butunlay Xitoy ashta bo'lib ketibdi. Andikin to'ylarmi naiti qizib etibdi hozir Ürümchining o'zida. Hukumatniki to'y to'g'riliq chiqargan belgimasi uni jami 4 soatdan uzun bo'lmaslik. Bo'libmi oqshimisi soat 10 dan keyin unda to'ylar yig'ilishlar qilishni butunlay cheklab etibdi. Shunga to'y qilganlar odatda soat 12 dan boshlab 4 soat birisini qilib, undan keyin soat 5 dan boshlab soat 8-9 largacha yemini qilib chiqqatdan to'y qildik ba'zi hollarda. Andikin to'y maydoni bo'layotgan ish nima desanglar, 4 soat jarayonida bu naqshi muzikalar intayin qattiq ovoz bilan qo'yildi ekan. Ashta bo'lg'achqa kishilarniki bir-biri bilan paranglashishi asosan mumkin emas ekan. Vaqirab turib paranglashmasa qilib bo'lmay ekan. Andan 4 soatni to'shqizib qo'yishi quloq og'rib uyning biriga bordi deydi. Muzikalar chiqqandan keyin ayollarniki ko'pincha o'tirib tushib usul o'ynaydi ekan. Ayollar tans o'ynaydi ekan, ashta qildi ekan. Erlar o'tirib aroq ichadi ekan. Men biroz cho'chib ketgan bir ahvol nima desanglar, hozir mishta to'y to'kinlarga kelayotgan erlarda intayin cho'ng o'zgarish bor deydi. Intayin yuvash. Burunqi Uyg'ur erlarda bor salobatlar hozir tepilmaydi deydi. Bular shu jimjit o'tirib aroq ichadi deydi, usul o'ynaydi ekan. Usulni bitlay ayollar o'ynaydi deydi. Ba'zida men o'ylab qo'yapman bu gaplarni olgandan keyin. Xitoy virusi chiqqandan keyin Uyg'urlarga intayin ko'p dorilarni shiryapti.
Uyg'ur erlarining mushtabib qilishi bilan Xitoylar ichigan shu dorining munosabati bormidi deb o'ylayapman. Hozir Uyg'ur erlarning ichidami yoshlarning ichida to'y qila oladigan normal kishilar bek oz. Ashta boshqa qizlarniki Xitoy bilan to'y qilishi normallashib ketdi u yerda hech qanday burunqidek qo'rinli qashim yo'q. Shunga ajoyib o'zgarish bo'lib turibdi. Urumchidagi bu Uyg'urlar to'plashgan yer xuddi bir hayvonotlar bog'chasi o'xshash. Xitoyning ichki o'lkalaridan kelgan va chet eldan kelgan sayohatchilar uchun Uyg'urlarni ko'radigan bir yerga aylanibdi ya. Xitoyning maqsadi shu. Ondan keyin Urumchidagi idora o'rin maktablarga Uyg'urlarni ilish butunlay to'xtatdi. Uyg'urni olmaydi deydi. Men bu to'g'ri sizlarga 2018-yildan deyishga boshlagan. Xitoyniki plani Urumchi va viloyatning shaharlaridagi Uyg'urlarni butunlay yo'q qilib o'tish. Ular u yerda ishlaydigan Uyg'urlarning hammasini yo'q qilib o'tish plani bor edi. Hozir Urumchida bu ishlar amalga oshib qopti. Uyg'urlar Urumchidagi idora o'rinlarga kelib ishlaydigan ishlar tarix aylanib qopti hozir. Menga kelgan uchrashish. Endi viloyat noiyalarda qandaq bu hujjat ishlar bilmayman. Agar qarindoshlar ichida bu hujjat uchuri bor qarindoshlar bo'lsa, menga yetkazib qo'yinglar. Yaqinda chiqqan Uyg'urlar haqidagi yana bir cho'ng xabar 8-oyning 9-kuni, naq 2 haftadan burun Al Jazeera televizorniki inglizcha programmasiniki bir boshqaruvchisi bor, Mahdi Hasan deb. Men Mahdi Hasanni sizlarga tunishtirgan xili ko'p yillarning oldida. Mahdi Hasan bir qatim shu vaqtdagi Angliyaniki bosh ministri Tony Blair bilan bir o'tkazgan munozirasi bor. Oxford universitetida. Ikkisi munozira qilishib, bu Mahdi Hasan Tony Blairni yengib olgan shu chaqda. Men bu ishlarni bir maqola qilib yozib e'lon qilgan, o torlarda bor, men kitobimda bor bu. Shu Mahdi Hasan shu. Bu Mahdi Hasan o'zi Ironlik Shia meniki bilishim Shia musulmonlardan. Nayt qobiliyat bor odam, Oxfordni bitirgan, doktorlik unvoni bor. Hozir bu shu televizor programmasiniki boshqaruvchisi bo'lib qilyotdi. 2018-yili bu kishi Victor Gao degan bir Xitoyniki bir Beijingdagi bir markaziy aql ombiriniki muavin boshlig'i bir Xitoy bor, Victor Gao degan. Bu Xitoy ayni vaqtda Deng Xiaoping Amerikaga kelgan chog'da tarjimonlik qilgan Xitoy. Yale'da PhD, Yale'da doktorlik unvoni olgan bir Xitoy. 2018-yili Mahdi Hasan, mush Victor Gao degan Xitoy, andikin Nuri Turkiyal uchalan bir qatim safar o'tkazgan televizorda, mush o'xshash televizor, Al Jazeera'niki inglizchasida. Shu chog'da Victor Gao hammani qo'shganda Xinjiangda 6 yoki 7 million Uyg'ur bor degan. Meni esimdan chiqmaydi qatdi. 2018-yil 9-oyning 27-kunimi, 23-kunimi kundan birisi. Mush gapni degan. Men bu programni naqmaydan ko'rgan televizorda ko'p o'nni qolib ketgan. Xitoyniki plani Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar nopusini 6 million yoki 7 millionga tushirib qo'yishgan deb shundan keyin bu vaqtlarda so'zlab keldim. O'zim maqolamni so'zladim, Twitterlarga chiqardim. İngilizce medialardan söhbət ötkəzəcəyəm dedim bu gapni Xitayning plani shu deb. Demək Xitay bu planni amalga oshirib oldi. Hozir Sharqiy Turkistonda sulaqliq emas, sirti minib tushgan Uyg'urlarni sanasa shu 6 million 7 million chiqishi mumkin. O'zining farazicha. Endi maqatim mush Mahdi Hasan Victor Gao bilan ayrim suhbat o'tkazib Xitoydagi bir qism masala to'g'riliq bunda savol so'radi. Bunun ichida aytaylik bizlar munosabatlik bir savol. Zodi Uyg'urlardan qanchalik bor? Qanchasi bor nimadan? Lager turumlar ulangan Uyg'urlarning soni qancha deb ko'z kirib oldi Victor Gao'niki. 20 million mo desa, yo'q. Unda emas deganda unda qancha? Unda qancha desa men bilmayman. Unda 20 millionning emasligini qanday bilasan deb boshqa qilib yurib, nayt qiynadi bu Xitoyni. Shu maydonning o'zida. Undan keyin yaqinda Xitoyniki yuqori darajalik davlat rahbarlarining yo'qolib ketish ahvoli. Mush to'g'riliqni aytib qattiq savollarni so'radi. Shu ikkisining suhbati tugab bo'lgandan keyin savol javoblarni bo'lindi. Shu chog'da bizningki Londonda turadigan qarindoshimiz, mening do'stim Ezaysa Victor Gao'dan bir savol so'radi. Men Angliyada turadigan Uyg'ur
Mening faqat opam bilan bir telefonda so'zlashish orzuyim bor. 82 yoshga kirgan opam bilan men nima ish ko'rishdi maysizlar telefonda deb mush bir savol orqali Viktor Goni intayin o'sal ahvolga qo'ydi shu maydonning o'zida. Bu qitimqi televizion suhbati nihoyatda cho'ng xabar bo'lib ketdi. Mayli İngilizce media olsun, mayli Xitoyning mediasi olsun, bak cho'ng taqilib ketdi bu ish. Cho'ng xabar bo'lib ketdi. Shunga bu to'g'riliq sizlarga bir şey deb qo'ydim. Bu to'g'ri uyg'urcha xabarlarni ko'rishlar qilib bor. Bugun to'xtalgan 4-mazmun Uyg'ur Project fondiniki ishi to'liq qisqacha to'xtalay. Yaqinda Avustraliyadagi Salima Kamal apay yozgan bir kitob, Uyg'ur Chapoyev kim degan kitob Dunyo Uyg'ur yozuvchilar birlashmasiniki bu yillik mukofotiga erishdi. Muborak bo'lsin. Bu kitap hozir nashr qilinyapti. Nashr qilish haqini biz chiqarib berdik Uyg'ur Project fondidan. Xudoyim bo'lsa, bu kitap kelar oyda Istanbulda sotiladi, kitobxonalarga silinishi mumkin. Azam bahoda. Asosan chiqib to'ltilish uchun mumkin. Bu deb o'ylayman men. U kirim bizga kirmaydi, lekin ashta chiqimini, boshqa chiqimlarini to'ltilish uchun ashta bir ish bo'lmoqchi. Bu bir xabar. Ondan keyin 8 yaniki 12 kuni Uyg'ur Project fondi chiqarayotgan Uyg'urlar degan tor jurnalniki 53 soni to'g'ri chiqarildi. Uni o'qib beqinglar, mazmuni intayin mo'l. Ondan keyin tarqatib qo'yinglar. 7 yaniki 30 kuni 52 soni to'g'ri chiqarilgan. Bu ikki son haqiqatan to'g'ri chiqdi. Undan foydalaninglar. Ondan keyin kelar oyda İstanbul'da 20 degan faoliyatimiz var. Uyg'ur Project fondi urashtirayotgan. Mushu faoliyatga ikki o'rin yordam qildi iqtisodiy jihatdan. Uniki birisi Shimoliy Kaliforniya Uyg'ur madaniyat uyushmasi. Bu Shimoliy Kaliforniya San Fransisko rayonidagi bir Uyg'urlarning tashkiloti. Yana birisi Uyg'ur fondi. Bu yerda Uyg'ur fondi degan gap bilan Uyg'ur Project fondi ikkisi nihoyat yaqin, ammo ikkisi farqli. Buni informatsiya qo'yay. Uyg'ur Project fondi degani men bav tashkilot fondi shu. Uyg'ur fondi degani yan bir tashkilot. Bu Shimoliy Kaliforniyada bu Uyg'ur fondimi bizga yordam qildi boshqa faoliyat uchun. Men bu ikki o'ringa chin ko'ngildan rahmat aytaman. Uyg'ur fondimi to'xtamay iyon to'plab buni shu iqtisodiy yordamga nihoyat ehtiyoji bor Uyg'urlarga yetkazib turyapti, bu Turkiyadagi. Shunga bu o'ringa qo'linglardan kelsa yordam qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ondan keyin İstanbulda 20 degan bu faoliyat uchun biz yanılamkin yordamga ehtiyojliq. Bu yordamlarni biz intayin qat'iy xarjlamasak bo'lmaydigan xarjlaymiz. Masalan, bu qadimgi liseyaga boshqa davlatlardan kelib so'zlaydigan qarindoshlar hammasi aeroplan biletini o'zi oladi, biz aeroplan bilet yapamaymiz. Endi Turkiyaning sirtidan kelib İstanbulga liseya so'zlaydigan qarindoshlarniki bir qancha oqshomlik yotdig'ini yapamoqchi, yotoqlarni azon yerdan yapamoqchi. Ashta qilamiz, pullarni intayin tejab qashlaymiz. O'tgan yil biz $3000 chiqim qilganmiz faoliyat uchun. Bu yil undan sal ko'proq bo'ldi. Lekin albatta men degandek qanday aeroplan bilet oldigan ishlar qashlamaymiz buni. Faqat qashlamasi bo'lmaydigan ishlarga. Shu leksiya bo'lgan kunlari non pechina, ondan keyin suv degan narsalarni yapamoqchi. Kelganlarning xushtamligini yapamoqchi. Ondan keyin bostirayotgan kitob bor. Davra biz degan kitobni bostiryapmiz, uni maxsus taqdimiz, mushta ishlarga ketadigan pul endi. Agar mushunga yordam qilsanglar, xohlasanglar isminglarni kitobniki bosh betiga kirgizamiz. Ondan keyin kitobniki muqaddimasidami sizlarga alohida rahmat aytamiz yordam berganlarga. Agar xohlaydiganlar bo'lsa, men bilan aloqalashinglar. Ondan keyin bu qatimki İstanbulda 21 liseya degan faoliyatniki birinchi kuni tushdan burun kelgan qarindoshlarga 4 kitob haqsiz tarqatiladi. Uning birinchisi Davr va biz degan kitob. Bu hozir tayyorlayapmiz, pat yaqinda chiqdi nashrdan. Yana 3 kitob bor. Bu 3 kitobni Kanadadagi singlimiz Gulshan Abduqodir yozgan. Uniki birisi yangi, Vatanga vizam yo'q degan kitob, yangi kitob. Qolgan ikkisi o'tgan yil besilgan biroz. Don Quixote va
Sancho Pansa Uygurlar degan kitap birisi, yana birisi 5 fevral arxivlari degan kitap. Bu üç kitaptan fakat %'ını bastırmakçı. Aşağı boğaçqa meniki farzimcha 21 sentabr tushdan burun tugab ketishi mumkin. Agar imkoniyati bor qarindoshlar shu joyga kelsanglar, buni sizlarga haqsiz taqdim beramiz. Bu üç kitapniki nashr qilish chiqiminiki yerimini singilimiz Gulshan Uzzi chiqaryapti, yerimini biz chiqarib bermoqchi Euro Project fondidan. Muştaq adamlarımız bor. Vaqtini, zehnini chiqarib kitap yozadigan, anakin o'zining puli bilan bostıradigan, anakin boshqalarga haqsiz taqdim beradigan acayip ishlar, acayip qarindoshlarimiz bor. Şuna bunu bir tilab qo'ydim. Buludu, bugun deydigan mazmun shu, bu ikki hafta ichida xabar bak chiqa emas, shunga men bak uzoq so'zlatmadim bugungi videoni. Xudoyim bo'lsa, kelar qitimliq videoda 21 va 22 sentabr kunlari İstanbul'da ochilgan İstanbul'da 20 degan faoliyatniki texmo ko'p konkret uchurlarni yetkazman sizlarga. O'rni qatorliq hamnarslarni shu joyda anglasanglar bo'ladi. Ma'qul amsa, kelar qitim ko'rishga aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.